Hech nimani bilmayman. Istaganingizni davom ettiring. Hech nimani aytmayman. Naqd 37 daqiqa. Hali hech kim bunchalik uzoqdosh bera olmagan. Bo'ldi, sinov tugadi. Barakalla 7-raqam. Juda yaxshi. Rahmat janob. 7-raqamdan o'rnak olinglar. 7-raqam, qanday qilib kodni aytmasdan bunchalik uzoq chiday oldingiz? Qandaydir kod bormidi? Ha, soatingizda ko'rsatilgan raqam. Men esa u buzilib qolgan deb o'ylagandim. Xo'sh, keyingi sinovni boshlaymiz. Yordamida istagan joyingizga sezdirmasdan kirishingiz mumkin. Diqqat xavf. Bu o'quv mashg'uloti emas. Hamma ortimdan tezroq. Diqqat xavf. Bu sumkada juda kuchli bomba bor. Sapyorlarni chaqirishga juda kech. Ketishga ham ulgurmaymiz. Sizlar bilan ishlash men uchun sharaf edi. Men o'zimni qurbon qilaman. Nimalar deyapsiz? Bombaning portlashigacha 3 daqiqa qoldi. Uni cho'lga olib ketaman va qurbonlar bo'lmaydi. Sizchi 7-raqam? Shef. Bu mening burchim va vatanimga bo'lgan sevgim. Voy, vaqt ketyapti. Kechirasizlar. Xudo, bombani unutib qoldiribman. Voy ablahe.